Oxirgi vaqtlarda dunyo miqyosida ayollar orasida ko'krak bezi saratoni bilan kasallanish holatlari ortib bormoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bu eng ko'p uchraydigan onkologik kasalliklardan biri bo'lib, u har yili minglab ayollarni sinovga solmoqda. Oktyabr oyida esa butun dunyoda ushbu kasallikdan xabardorlik oyligi o'tkaziladi. Shifokorlar fikricha, kasallikni erta bosqichda aniqlash bemor hayotini saqlab qolishdagi eng muhim omil sanaladi. Afsuski, ko'pchilik ayollar muntazam tibbiy ko'rikdan o'tmaydi. Natijada esa kasallik kech bosqichlarda aniqlanadi. Muxbirimiz ushbu mavzuga atroflicha yondashdi. Ko'krak bezi saratoni bu ayollar orasida eng ko'p uchraydigan, hayot uchun xavfli bo'lgan o'simta kasalliklardan biridir. Har yili dunyo bo'ylab 2 milliondan ortiq ayolda aniqlanadi. Afsuski, ularning 600 mingdan ortig'i ushbu kasallik oqibatida hayotdan ko'z yumadi. Oktyabr oyi esa ko'krak saratoniga qarshi kurashish oyligi hisoblanadi. Oktyabr oyida dunyo bo'ylab millionlab insonlar ko'krak bezi saratoniga qarshi kurashish ramzi sifatida pushti rangda kiyinishadi. Bu rangga nisbatan kuch, qat'iyat va umid timsoli deya qaraladi. 95 ta onkologik kasallik bo'ladigan bo'lsa, har bir kasallikning o'zini simvoli, ya'ni belgisi bor. Har bir kasallikda o'zini rangiga qarab lenta bilan ajratilgan. Oktyabr oyida butun yurtimiz bo'ylab onkologiyalar hamda poliklinikalarda ochiq eshik kuni ko'krak saratonining skrining tekshiruvi kuchaytiriladi. Bu o'zi doimiy ravishda amalga oshiriladi, lekin oktyabr oyida bu jarayon kuchaytirilib, asosan 45 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan ayollarni skrining tekshiruvdan o'tkazish, undan tashqari 45 yoshgacha bo'lgan ayollar ham o'zlarini to'liq tekshiruvdan o'tkazishi mumkin. Ko'krak bezi saratoni asosan ayollarda uchraydigan, ammo erkaklarga ham ta'sir qilishi mumkin bo'lgan murakkab kasallikdir. Uning alomatlarini erta aniqlash esa bemor hayotini saqlab qolishning kaliti bo'la oladi. Ko'krak saratoni paydo bo'lishida bir nechta omillari bor, ya'ni irsiy omillar bo'ladi, genga bog'liq, undan tashqari sog'lom turmush tarzi, keyin gormonal o'zgarishlar, surunkali kasalliklar, vaqtida ovqatlanmaslik yoki bitta ovqatni juda ko'p miqdorda yeyish, organizmda shu gormonlar disbalansiga olib kelish va keyinchalik bu ko'krakda har xil bezlar paydo bo'lishi, xavfsiz bezlar. Xavfsiz bezlarni esa davolanmasa yomon bezlarga aylanishiga olib kelishi mumkin. Ko'krak bezi saratoni o'zi asosan eng ko'p uchraydigan yosh bu 45 yoshdan 65 yoshgacha ayollarda bo'ladi, lekin 45 yoshgacha bo'lgan ayollarda ham, ya'ni yosh qizlarda ham uchrashi mumkin. Masalan, oddiy qalqonsimon bez shamollashi, gormonal, ya'ni o'zgarishlar, stress, har xil siqilish, asabdan paydo bo'lishi mumkin. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, ko'krak bezi saratoni dunyodagi eng ko'p tarqalgan xotin-qizlar kasalligi bo'lib, 157 ta mamlakatda bu xastalikning ayollar orasida keskin tarqalayotgan turi bu saratondir. 16 ta onkologiya markaz va filiallarida shu oktyabr oyi to'liq ayollarni qamrab olgan holda ultratovush hamda skrining tekshiruvdan o'tkaziladi. O'zi dunyo bo'yicha 2,5 milliondan ortiq ayolda bir yilda ko'krak saratoni aniqlanadi. Bu kasallik o'zida uchrashi bo'yicha O'zbekistonda ham dunyo bo'yicha ham birinchi o'rinda turadi. Bir yilda birlamchi, ya'ni 4,5 mingdan ortiq ayolda ko'krak saratoni aniqlanadi. 25 mingtadan ortiq bemor jami ko'krak saratoni bilan nazoratda turadi. Barcha ayollarda shu ko'krak saratonini oldini olish hamda barvaqt aniqlash uchun, ya'ni 45 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan ayollar albatta ko'krakni rentgen mammografiya tekshiruvdan, 45 yoshgacha bo'lgan ayollar esa bir yilda bir marta ultratovush tekshiruvdan o'tkazish shart. Kasallikni erta bosqichlarda aniqlash va muntazam tekshiruvlar tufayli uni yengish imkoniyati ortadi. Shunday ekan, aziz ayollar, salomatligingizga befarq bo'lmang. Bu kun Guli Ahmad va Baxtiyor Jalilov, Toshkent.